Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turgan ayaqqabılar zikring tasbihlarimizni hammasiga 10-yanvardan 20-yanvargacha skidka beramiz. Bir chekkadan boshlayman. Zikring nur modelimiz mana shu ikkalasi 150 ming so'mdan sotilgan. 18, 20, 22 razmerlari bo'ladi. 130 ming so'mdan xos skidkada o'zi 150 ming sotilgan. Nur 2 modelimiz. Bu kaloriya o'lchaydi. O'sha ayaqqabılar deb qo'llanadi. Bular hammasi ayaqqabılar deb qo'llanadi. Bunimizning narxi 210 ming so'm sotilgan. 190 ming so'mdan skidkada. Zikring Felix modelimiz o'zinchidan 3 xil razmer chiqadi. 18, 20, 22 razmerlari bo'ladi. Bunimizning narxi 250 ming so'm sotilgan. 230 ming so'mdan bemalol skidkada sotib bo'ladi. Zikring Lux modelimiz usti to'liq metal bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni qora, tillarang hamda yashil rangi bo'ladi. O'zinchidan komplektdan keysi ham chiqadi, keysidan zaryadka ham oladi. Undan tashqari bunimizning narxi 300 ming so'm sotilgan. Hozirgi paytda skidkada 270 ming so'mdan bemalol sotib bo'ladi. Zikring Jut modelimiz o'zinchidan keysi ham chiqadi. 3 xil razmeri bo'ladi. 18, 20, 22 razmerlari komplektdan chiqadi. Ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Bunimiz 400 ming so'm sotilgan. Skidkada 370 ming so'mdan bemalol bizdan sotib bo'ladi va nihoyat oxirgi modelimiz Jut Luxi bo'ladi. Bu to'liq metaldan ishlangan bo'ladi. Usti ichidan keys chiqadi. 3 xil razmeri bo'ladi. Bunda ham undan tashqari bu tasbihimiz suvda ham ishlaydi. Mana shu modelimiz keys chiqadi, keysidan zaryadka oladi. 3 xil razmeri ham bo'ladi. Assortimentlar ko'p, hammaga yetadi, xudo xolisa. Bundan tashqari yana bor. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar. Qo'shimcha ma'lumotlarni direktdan yozsanglar, hammasini xarakteristikalarini tushuntirib, narxlarni, rasmlarini, razmerlarini ham jo'natib beraman. Hammaga rahmat.